Bangtan TV Telegram va YouTube kanali uchun ovozlashtirildi. Baby, you remind me I want someone like you. Fires are never dying. I want someone like you. Nobody knows me, honey. No one like you. If you wanna go there, Tanishganimdan xursandman. I'm ready to be with you. Men kir so'zlarimni aytishim kerak. To'g'ri. Hammaga salom. Men bugun kunimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Va shuning uchun men tezda kameralarni yoqdim. Va yaqinda bizning konsertimiz kelyapti. 7 kun ichida bo'lib o'tadi. Va shuning uchun bugun mening oxirgi kunim bo'lgani uchun do'stim bilan birga zerikib qolmaslik uchun kamerani yoqdik. Men uni avval ham blog olganimda tanishtirib o'tganman. Men u bilan juda yaxshi kelishganim uchun u bilan vaqt o'tkazishga qaror qildim. Ish jadvallarimiz bir-biriga to'g'ri kelib qolganda esa biz yaxshi ovqatlangani ham borib turamiz yoki o'yin o'ynaymiz. Muxlislar seni nima deb chaqirishini bilasanmi? Mister Song emasmi? Yaxshi. Iltimos salom deng. Bir marta salom deng. Assalomu alaykum. 나 지금 신경이 너무 많이 쓰여요. Har tomonda kameralar bor. Bu yerda va bu yerda. Bu rostdan ham biroz kulgili. 조금만 Lekin siz baribir buni ko'rishda davom etsangiz, men sizga haqiqiy o'zim qanday ekanligimni ko'rsatishga qodir bo'laman. 일단 오늘 일정표. 오늘은 Lekin avval biz giloslarning gullaganini ko'rish uchun shu atrofda biroz mashina haydamoqchimiz. 하고 있고요. Va yana biz juda ham zerikib ketgan paytimizda ikkalamiz ham tez-tez o'yin o'ynab turamiz. Shuning uchun bugun biz sizlarga biz ikkalamiz birga bo'lganimizda qanday qilib o'yin o'ynashimizni ko'rsatamiz. Shu bilan birga biz xarid qilgani ham boramiz va kechki ovqatni ham birga yeymiz. Bu suratga olish ishlari juda oxirgi daqiqalarga kelib tashkil qilindi. Chunki men oxirgi dam olish kunimni unumli o'tkazishdan qaror qildim. 하다가 Men dam olish kunimni qanday o'tkazish haqida o'ylab turgandim va YouTube'da biroz videolar ko'rib qoldim. U yerda ovqatlar Pichipangda juda ham yaxshi ko'ringandi. Pichipangdagi o'sha ovqatlarni tatib ko'rishni juda ham xohladim va qiziqdimki, agar sinab ko'rsam nima bo'ladi? Xuddi ular qilib ko'rgani kabi. Haqqoniy yo'l. Men hammasini tabiiy qilish uchun juda ham ko'p va uzoq o'yladim va shundagina men ovqatlarni o'sha kabi yeya olardim. Keyin muammoni film olish orqali yechdim. Va bu vlog nima haqida ekanligini shundan ham bilib olsangiz bo'ladi. Va bu video men armiyalarga o'zim istagan narsalarni videoga olib yuraman deb va'da berganim uchun. Bu shunga o'xshash oddiy va kichik vlog bo'lsa ham, bu boshqa bir fasl videosi bo'ladi. Bugun yarim tunda 2.0 musiqiy videosi yuklandi. Shuning uchun men 2.0 musiqiy videosini ko'rish uchun ertaroq uyg'ondim va bu yerga kelishdan oldin videoga bildirilgan reaksiyalarni tomosha qildim. Odamlar videoni men o'ylaganimdan ham ko'proq yoqtirganga o'xshashdi. Shuning uchun men videoni juda ham yaxshi kayfiyatda olyapman. Mister Song bugun bizning DJ'imiz bo'ladi. Qani ketdik. So'nggi paytlarda o'ylashim bo'yicha men yana shu kabi hissiyotlarga boy bolalarni yoqtira boshlaganga o'xshayman. Noto'g'ri burilib ketdim. Men atayin hech narsa deganim yo'q, lekin bu baribir bog'lanib ketdi. To'g'ri, lekin bu umuman farq qilmaydi. Fires are never dying.
개와 늑대의 시간 부서진 심신들의 나침반 여자들아 기죽지 마라 당당하게 외쳐라 남자들 다 비켜라 I need somebody to body all of your bodies beside me. 에이 모든 게 힙합 하 아하 Sevgi tanishtiruvmi? Sen yana birlashibdi. Ko'rib turganingizdek, men ularning judayam katta muxlisiman. Bu kompozermi? 컴포즈 Men uni ko'krak kamerasi bilan tasvirga olsam bo'ladi. 이거 하라고 Aynan shuning uchun ular ko'krak qafasimga ham kamera o'rnatishar ekanda. 컴포즈 Kompozer. Tehyon, 마지막 oxirgi marta qachon mashina haydagansan? 너무 오래됐는데 Ancha bo'lgandi. 군 Armiyadan qaytgach, buni nishonlash uchun bir marta borgandim. 그건 Bundan tashqari mashinam yer osti parkingida dekorativ figurka kabi juda ham ko'p turadi. Kichkina figurka. Chap tomonda giloslar gullabdi. Lekin men o'ylaymanki, ular hali to'liq ochilmagan. 대화되진 않았나 봐요. Sen rostdan ham shunday deb o'ylaysanmi? 맞죠, 형? Sal avval ulardan ko'chada juda ham ko'pi bor edi. Sen ularni bu yerda ko'p demaganmiding? Axir biz bu yerga bittagina daraxtni ko'rgani kelmaganmiz-ku. Hozir kompyuterxonaga borish vaqti keldi. Gullarni tomosha qilish uchun mashinadan tushamizmi deb o'ylabman. 구경한 줄 알았다. Bunaqa olamiz, lekin bu yerda tomosha qilish uchun bundan boshqa narsa bo'lsa kerak. 뭐야? 진심. 아니 Biz aniq gullagan gilosni ko'rmadik. 내려서 룸 안에 있는 Ular ichkaridagi xonadami? Ha, shunday ekanda. Eti nima? 계란찜 Xon va pishloq. Ularda hatto tuvagi ham bormi? 그래. To'g'ri, bular men ko'rgan narsalar. 와, Mo'milam bor ekan. 삼겹 김치 같다. Gnocchi. Ba'zi bir kafelar siz uchun go'sht qovurib berish haqida ham eshitgandim. Ha, men ham eshitgandim. Ko'mak bibimbap. Ajoyib-ku. Birinchi saralanga o'ynaymizmi? Ha, agar biz ovqatlanish paytida o'ynamoqchi bo'lsak. Aram? Yaxshi. 활발한 나락에 오신 것을 환영합니다. Men yangi joylarda o'ynashga o'rganmaganman. To'g'ri, men o'zimni boshqacha his qilyapman. 뭐야? 아이고. 바람. Oy, og'ridi. 일단 난 Men ovqatga qiziqib ketyapman. Yo'q aka, nimaga men? 가래 왜? Qanday qilib bunda bunchalik katta qilich bor? 제가 Zo'r ketyapti, a? Shaxsan men hozir umuman qiziqmayapman. Ovqat yeyishni xohlayman. Kechirasiz, ovqatlaringiz keldimi, do'ppa? 네, 맞아요. Ha, shunday. Jamoadoshlarimizni deb tezroq tugatib ovqatlanib olsak bo'ladimi? Ha, bemalol. Qanunda tezroq buni yig'ishtiraylik. Tezroq. Yaxshi. Ovqat uchun rahmat. Faqat biz yetganimiz uchun uzr so'rayman. 와
좀 유튜브나 보면서 밥 먹. Sal avval reaksiya bildirilgan videolarni ko'rdim deb aytgandim. Ular ham shundaymidi? Ha, shunisi. Meni telefonimda ko'rishni xohlaysizmi? O'tsalarni ko'ribsan-ku. Men mana shu barcha reaksiya bildirilgan videolarni ko'rib chiqdim. Bangtan TV Telegram va YouTube kanali uchun ovozlashtirildi. Nima ko'ryapsan? Uyda nega kir to'planadi? Ovqatlanayotganingda doim shunaqalardan ko'rasanmi? 저는 밥 Men ovqatlanayotganimda ovqatlanib bemalol ko'rsa bo'ladigan shoularni yaxshi ko'raman. Boshqalar gaplashib munozara olib borayotganda bu yaxshi. Chinchakmalni ko'p ko'raman. Pishgan va pishmagan shaftoli. Men uchun pishgan shaftoli yaxshi. Pishgan shaftollar juda ham shirin bo'ladi. Hamma shirin yig'ib olishgan. Lekin ba'zan pishmagan shaftoli ham shirin bo'ladi. Lekin bu ba'zan bo'ladi. Sen anchadan beri internet kafega kelmaganga o'xshaysan-a? Menimcha armiyadan ta'til olganimda har safar borardim. Tashqariga chiqishga ruxsat berilganda. Biz endi haqiqiy o'yinni boshlaymiz. Orqada shunchaki o'tiring va tomosha qiling. Siz qaysi yo'nalishda borasiz? Tepa. Unda men o'rtada boraman, shunda kamroq ko'rinaman. Men ochkilarimni yechib qo'ydim. Qani boshladik. Men avval botlayindagi treshni yo'q qilaman. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Ha, to'xtab tur. Yaxshi ketmayapti. 풀리네. 적에게 당했습니다. Bu rostdan ham qiyin. Kuyovni doim o'tkazib yuboryapman. 와, 제발. 적에게 당했습니다. Xullas, Razinga yengildim. 졌거든요. Menga juda qiyin matchup tushdi. 적에게 당했습니다. Menda 7 ta o'ldirish va 7 ta o'lish bor. 하씨. 적에게 당했습니다. Bu nima zarbami? 패배. O'rtadan borishga harakat qilaman. Bu men Zoe bilan birgalikda tepadan borishini bildiradimi? Men junglda o'ynayman. Sen Zoe'ga ishonmaysanmi? 갑자기 진짜 Zoe to'pni o'ynashning unchalik mantig'i yo'q, shunday emasmi? Zoe to'p aslida juda ham yaxshi. Zoe to'pning nimasi yomon? Men junglda o'ynayman. 아니 진짜 Lekin Zoe 탑 to'p rostdan ham juda yaxshi. 일단 오케이. Hamda yaxshi. 아 진짜 Ha, rostdan ham. 어이없네. Ishonish qiyin. Men lesin bo'lib o'ynayman. 소환사의 협곡에 오신 것을 Yaxshi, bu oxirgi o'yin. Bu ketishda hammaga kulgu bo'lib 지금 qolamiz. 이렇게 하면 Nima 놀림감밖에 nazarda 안 돼. tutganimni bildingizmi? 적에게 당했습니다. Hozir nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Shunchaki kichik to'qnashuv. 접촉 사고. To'qnashuv? 접촉 사고. 아 태퍼. 적을 처치했습니다. Yana oldimmi? Siz Lego o'ynaysizmi? Yo'qmi? Bu unchalik qiziq emas. Siz asabiylashmayapsiz, shunday emasmi? 아.
bo'lishi mumkin emas. Keling 3-raundni ham olamiz. Keyin bu ikkalasini ham sodir bo'lmagan deb tutamiz. 아, 죄송한데 혹시 Kechirasiz, 뭐 한번 lekin nimadir bo'ldimi? 2 marta o'yin, 2 marta mag'lubiyat. 고. Ketdik. 아이고 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 아이고. Qanday ketdik? 별로 꽤 Bugunni juda ham samarali bo'ladi deb o'ylamayman. 으아. 야. 뭔가 PC방 갔다 오고 더 처진 것 같은데. 식곤증인겠죠? Mana nima uchun o'yin o'ynashni yoqtirmayman. Lekin qiziq bo'ldi, to'g'rimi? 응, 재밌어. Ha, to'g'ri shunday. Menimcha yana biroz vaqt o'ynamayman. Men kompyuterimni sotuvga qo'yishdan ham o'ylayapman. Shu ikkalasi. Ikkalasimi? Ha. Shov-shuv uchun biroz kiyinamiz. Biz o'yin o'ynadik va yutqizib qo'ydik. 졌거든요. Biz ikkalamiz ham mashina poygasida jim turgandik. 아, 저는 Va bu yerda bahona bo'lolmaydigan bir narsa bor edi. Faqat atrof muhit yaxshi emasdek tuyuldi. Bu atrof muhit emas edi. 그건 너무 Men aynan o'sha narsani o'zimga bahona qildim. Biz u yerda jang qilish uchun borganligimizni kamroq his qildik va ko'proq biz u yerda faqat zavqlanish uchun edik. Va shuning uchun men fikrimni jamlay olmadim. 좀 떨어지지 않았나. Va shunday ekan men bundan ko'ra uyda ingliz tilini o'qiyotganimni videoga olsam bo'lardi. 제가 아침에 Men har doim tonggi 7da uyg'onaman 7시에 일어나요, 항상. 아침 va 영어 YouTube'da ingliz tilini o'rganaman. 공부를 1 yoki yarim 시간 soatlar 정도 o'qiyman. 해요. Nimaga ko'chaga chiqdim o'zi? Shunchaki o'yinda mag'lub bo'lish uchunmi? Bangchan TV Telegram va YouTube kanali uchun ovozlashtirildi. Ketyapman. Xayr. 인생. 오래. Bugun Mr. Song va Mr. Kimning oxirgi kuni edi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, kecha juda ham maza qildim. Umid qilamanki, bugun ham ajoyib bo'ladi. Hech qanday sabablarsiz bugun erta turdim va ertalab o'zimni yaxshi his qilayotgandim. Hattoki bir stakan suv ham juda shirin tuyuldi. Shuningdek, 2.0 ga bo'lgan reaksiyalar ham ajoyib edi. Va o'yladimki, omad bugun men tomonda edi. Va biz gilos gullaganini ko'rgani borganimiz u yerda hech qanday giloslar gullamagan edi. Sal avval ko'chada ko'plari bor edi. Internet kafeda bo'lganimizda esa birorta ham o'yinda g'alaba qozonmadim. Umuman qiziqmayapman. Va shunday qilib endi biz bu yerdamiz.
Va endi biz kunni ovqat bilan yakunlashimiz kerak. Bugun baribir cheat day bo'ldi. Ertadan boshlab men yana qaytishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun ovqatdan lazzatlanamiz. Lekin to'xtang, bu yerda faqat qaynayotgan suv bormi? Balki birinchi somgansal, keyin cho'chqa go'shtli sho'rva icharmiz, a? Birinchi ikkita samgapsal. Birinchi bu bilan boshlasak-chi? Va ikkita zero kola. Assalomu alaykum. Rahmat. Senga aytgandim-ku. Rahmat. Mr. Kim, bu qiziqarli kunning tugashiga ruxsat bermaydi. Va omadli kun yakunida yomon bo'lishidan oldin yaxshi ketishi. Lekin butun kun biz uchun yomon bo'ldi. Aytmoqchimanki, bu juda ham yomon edi. Bu hali ham davom etayotganini anglatadi. Biz faqat shu yerda kayfiyatimizni ko'tara olamiz. Hozir nima qilsak ham yaxshi bo'ladi. Kim bilsin, balki hamma narsa yana ikkiga ajralishi mumkin. Va bizning sayohatimiz esa muvaffaqiyatli bo'ladi. 콘서트에서 성공할 수도 있잖아요. 이제 진짜 한 7일 남았는데 7 kun qoldi. O'zingizni qanday his qilyapsiz? 7 kun? Birinchi navbatda eng muhim narsa juda ham hayajonlanib ketmaslik. Chunki juda ham hayajonlanib ketgan paytingizda yodlagan narsalaringizni ham unuta boshlaysiz. O, rahmat. Bu samyapsal, lekin birinchi men sizlarga tuz va wasabini taklif qilaman. Yana sahnaga chiqishni kuta olmayman. Men hammasini konsert uchun saqlab qo'yapman. 콘서트 때 다 부를 Va o'ylashimcha hamma omadsiz narsalar yaqinda men bilan sodir bo'ladi. 그러면 그 Chunki muvaffaqiyatga bo'lgan imkoniyat yanada ko'tariladi. Va mening omadim konsert paytida ish beradi. Bu katta muvaffaqiyat bo'ladi. Vau. BTS ajoyib. Bangchan TV Telegram va YouTube kanali uchun ovozlashtirildi. Kichik bir narsani bo'lishsam bo'ladimi? Hozir Mr. Song kiyib o'tirgan jaket men tomonidan yaratilgan. 이거 제가 만든 거예요. Menimcha bunga 7 yil bo'ldi. 재근 형이 Mr. Song, men bunga aminman. 뉴욕에 Men buni Nyu-Yorkda yasagandim. Men Nyu-Yorkda rang va sepiladigan rang sotib olgandim. Va keyin shunga ishlatganman va unga berdim. Va shuning uchun unda yosh belgisi ham bor. 세월의 흔적이 있어가지고 Va har doim buni kiyganimda hech narsa o'xshamaydi. Shuning uchun har doim turganimda buni silkitishimga to'g'ri keladi. Uzoq vaqtdan beri fan bo'lib kelayotganlar buni tanigan bo'lishi kerak. 팬들은 다 알 거예요. 제 다큐에서 옛날 엄청 옛날 다큐에서도 한번 나왔었던 때라서 음악 퀴즈 한번 하시죠. Keling musiqiy kviz qilamiz. 저 Mr. Song va men qilmagan hali ko'p narsalar bor. Bu K-popni kim ko'proq bilishi haqida. Mr. Song 1993-yilda tug'ilgan, men esa 1995-yilda tug'ilganman. 95년생이에요. Bu yosh oralig'ida K-pop g'urur tuyg'usi mavjud. 약간 그런 Iltimos, bizga narsalarni o'z o'rniga qo'yish uchun biroz vaqt berasizmi? 아, 네. Aha, albatta. Boshlasak bo'ladimi? 네. Ha, 2009-yildan boshlaymiz. 네, 알겠습니다. Yaxshi. O'sha paytda siz nima qilayotgan bo'lardingiz, Vi? 제가 2009-yilda meni o'rta maktabdagi 2-yilim edi. 그때 O'shanda men 색소폰 saksofondan ham balandroq 진짜 uchayotgan paytlarim edi. 날아다닐 때. Musobaqalarda yutdim va ko'p. O'zingizchi? Men o'rta maktabning 1-yilida edim. 형 축구 Siz futbol jamoasida ham edingiz. To'g'ri. 2009-yilga aloqador bo'lgan qo'shiqlar. 미스터 소 Ha, siz birinchi. 그 Qo'shiqning sarlavhasi Wonder Woman. Wonder Woman. 맞나요? To'g'rimi? Noto'g'ri. Mr. Kim. Qizlar avlodi. To'g'ri. Tara, Davichi va Sia. Biz buni mashhur raundi deb ataymiz. Siz ajoyib ayol dedingiz. 1-0 bo'ldimi? Ha, janob Kim 1 ball bilan oldinda. Bizda penalti ham bo'ladimi? 이런 거 있나요? 아, 근데 너무 과학적인 Bu juda shafqatsizlik bo'lib ketadi. 좋아하질 않아서. Men buni umuman yoqtirmayman. Mana keyingisi ham keldi. 미스터 송 Yana va yana 2 PM. Durang.
Janob Kim aybdorlik, dinamik duo. To'g'ri. Mr. Song, chunki men ahmoqman. SS501. To'g'ri. Bunisi klassik. Tayyor turing. Mr. Song, sevgidan keyin Pak Hyoshin. Men hatto eshitolmadim-ham. To'g'ri. Mr. Song, sevgi yomg'iri kim bu? 내 이름. To'g'ri. 아니, Men ismimni Mr. Kimdan o'zgartirmoqchiman. Nimaga o'zgartirasiz? Janob, 성지로. 네. janob. 첨지. Janob, 아, 진짜. to'xtab turing, men buni bilaman. 이거 아는데. 5 4 3 3 2 1 이거 페이크. TTL sevgi vaqti. Tara va Supernova. 티아라 앤 초신성. To'g'ri. 투어 너무 잘. Sayohat ajoyib bo'ladiganga o'xshaydi. Barakalla. 일단은 Yaxshi, bugun Mr. Song bilan chiroyli xotiralar qoldi. Bu aniq yaxshi tanlov edi. Endi esa biz konsertga tayyorgarlik ko'ramiz. 콘서트 연습 제대로 해서 Va sizga hammasini sahna orqali ko'rsataman. Hozir uyga qaytish xohlayman. Rostdanmi? Uyqum kelyapti.